Şu qanda qilgan chog'da jigarni yaxshi asrag'ili bo'tu. Bu jigarga zodi qanda ish harakat, yemak-ichmak foydali. Qandaq narsalar ziyonli degan chog'da men shu to'g'risida sizlar bilan ikki qiz paranglashing. Hamda jigarga hamda yaxshi foyda qilgan narsa nima degan chog'imizda yangi bo'lgan sayko'kdan, yangi bo'lgan go'sht buni jigarning eng yaxshi dorisi deyishga bo'ladi. Ana nurg'unlarimiz deymiz, mana shu sayko'klarniki vaqt o'tib ketganlarini yoki bo'lmasa shu to'nglatquda necha kun saqlab o'tib uni yayqanlava bo'lsa imkoniyatinglar yor bersa shu yangi sayko'klarni sotib olib, yangi go'shtlarni ilib olsanglar bu jigiringlarga nihoyat yaxshi manfaat bo'ladi. Ikkinchi birisi qanib uxlab berish. Kechasi tunayotgan ahvol jigarga ajoyib bir ziyonli. Jigarning eng ashaddiy dushmani dal kechisi aram olmaslik. Chunki jigar ham boshqa ichki a'zolarimiz dal kechisi o'zini tozalab mangadi. Endi unda vaqtida sizlar kechisi tunash qilsanglar yoki kechisi xizmat qilgan bunda ahvol bo'lib qolsa, jigaringlarningki chekinishi, zaxmlanishi, nihoyat ig'irlashib, keyin odatdagi ma'lum bir dora yoki ma'lum bir yemakni yeyish orqali shu sabab bo'lib qolib nurg'ulg'an jigar kasalliklariga giribdor bo'lishingiz mumkin. Üçüncü işimiz nima degan chog'da muvofiq bo'lgan tan harakat bilan shug'ullanish. Hamda hozir nurg'ulg'an odamlarimiz maxsus tan harakat saroylariga borib chiniqib turgan bo'lsa-mu, yana ko'p qism odamlarimizda chiniqish yo'q. Muvofiq tan harakat qilib berish deganimiz hech bo'lmasa bir kunda bir 10 ming qadam yoki bo'lmasa 3 kilometr mangsanglarma 1 minutda 90 qadam holat qilib bersanglarning o'zima bu muvofiq bo'lgan bu tan harakat jigiringlarningki sopliqlik darajasini tirimbak yaxshi oshirib berdi. Uchinchi ahvol nima degan chog'da nurg'ulg'an tuqqanlarimiz odatdagi bir kasalligimi shunchalik dorini ko'p iste'mol qilyapti. Shu dorilarni qalaymaqan yoki bo'lmasa ko'p iste'mol qilishning o'zima jigarni nihoyat bak zararli. Shunga har qanday bir dorining 3 o'lishi zahar deymiz tuqqanlar. Şunu xalığanca doğrularını unda köp istimal qılmanglar. Bu tibabatning dorileri ulamdı, başka tibabat dorileri ulamdı. Ha bu milliy tibabat dorileri deganlarning aksariyati yo'q deb ya versanglarma, bu dal ortiq yavagan bu shunda dorilarning o'zima jigar kelgan besimni oshirib o'tib, nurg'ulg'an jigar kasalliklarini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Oxirida deydiganimiz nima bak ziyon qildi degan chog'imizda mush yuqori mayli tomoqlar, yuqori tuzliq yemekliklar, ziyoda tatliq narsalar. Mushularning o'zima jigarga bak ziyonli. Hamda mushu demasam bilasizlar, haroq jigarning eng ashaddiy dushmanining biri. Nurg'ulg'an mushu jigar qichish kasalliklarininki tarix manbasi surish qilsak, bularda haroq ichgan uzun mezgillik haroq ichgan tarix borligini bayqab chiqa olamiz. Gapimiz yig'inchoqlab kelsak, jigarga yaxshilik ish deganning o'zi vaqtida uxlab berish, yangi sayko'kdan, yangi go'shtlardan iste'mol qilib berish, muvofiq tan harakati bilan shug'ullanish, yuqori energiyalik, yuqori maylik, yuqori tuzliq, ziyoda tatlı yemeklerden saqlanish, haroq ichmaslik, kechasi tunamaslik. Mush ahvolning o'zi sizningki har xil jigar kasalliklariga giribdorlab qolishingizning nisbatini zo'r darajada tuvallatadi.